Men. Ertalabdan kechgacha bolalarga qarab, sizlarning aytganingizni qilgan. Men eshak emasmanmi? Men ham eshakman unda. Menda armon yo'qmi? E'tibor qilmaymanmi men? Eshak bo'lganim yetmaganday, o'zimga ham vaqtim yo'q. Yana senga vitamin bera olmayotgan ekanman, a? Ko'rinishim yoqmaydi, figuram yoqmaydi, ustimdan ovqat sasiydi. Men senga turmushga chiqishimdan oldin bunday emasdim. Meni bu ahvolga solgan sensan. Sen, tushundingmi? Sen aqling joyidami? Meni nima aybim bor? Men nima qildim? O'zingga bir qara. Na bo'yanishni, na yasantusan qilishni bilasan. Men uyga kirganda ko'zi olarib turgan taftayni emas, chiroyli ayolni ko'rgim keladi. Qachon? Seni kiringni yuvib yurib bo'yanamanmi? Yo bolalaringning orqasidan yugurib yuribmi? Yoki oshxonada yurib kiyinamanmi? Uyni ishlari tugamaydi, maqsad. Sen bilan gaplashgim kelmayapti.